Assalomu alaykum. Sizning ismingiz nima? Va alaykum assalom. Mening ismim Oygul. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Mehmet. Tanishganimdan xursandman. Qayerliksiz? Men ham xursandman. Men Buxorodanman. Siz qayerliksiz? Men Istanbuldanman. Siz ishlaysizmi yoki o'qiysizmi? Men universitetda talabaman. Ingliz tili va adabiyoti fakultetida o'qiyman. Sizchi? Men ham universitetda o'qituvchiman. Turk tilidan dars beraman. Yoshingiz nechada? Mening yoshim 20 da. O'zbekistonni yoqtirdingizmi? Ha, juda yoqtirdim. Buxoro, Samarqand va Toshkent juda ham go'zal. Siz O'zbekistonga qachon keldingiz va o'zbekchani qanday o'rgandingiz? Men O'zbekistonga 1 yil oldin keldim. O'zbekcha turkcha bilan qarindosh. Juda tez o'rgandim. Qaysi o'zbek taomlarini yoqtirdingiz? O'zbek palovi va somsa juda yoqdi. Siz Istanbulga borganmisiz? Ha, borganman. Topkapı saroyi va boshqa joylarni ko'rganman. Turkiyani yoqtirdingizmi? O'zbekiston bilan qanday o'xshash taraflari bor? O'zbekiston bilan juda ko'p taraflari o'xshaydi. Taomlari, madaniyati va boshqalar. Oilangizda necha kishisiz? Biz oilada 7 kishimiz. Onam, otam, akam, opam, men, ukam, singlim. Sizdachi? Biz oilada 6 kishimiz. Men, onam, otam, ayolim, o'g'lim, qizim. Oilangiz bilan sizni mehmonga uyga taklif qilaman. O'zbek oilasi bilan tanishasiz. Albatta kelamiz. Rahmat. Yana ko'rishguncha. Xayr. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha. Xayr.